Bugun sizlar bilan Registon restoranida 150 kishilik samarqandcha osh tayyorlaymiz. Hozir qanaqa yog' solgansiz? 25 kilo oshga 10 litr yog' solinadi. 6 litr zig'ir yog'i, 4 litr semichka yog'i. Buni dog'lashga piyoz bilan qizil sabni to'g'rab qo'yib Solangandan keyin olib tashlash kerak buni, chunki bu kuyib ketgan, ha? Hammasini уже olib tashlaymiz. O'zingizga qarab asta qo'yib yuborasiz. Ana, go'shtlarni yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Necha yildan beri osh qilasiz, Jamshid aka? 7 yildan beri. 7 yildan beri. Uyda ham osh qilasizmi? Uyda ham qilamiz endi. Bu yerda ishxonada 25 kilo osh qilgandan keyin uyga qanaqa osh? Go'shtni tashlagandan keyin ozgina qovurib, keyin yana suv qo'shib yuboramiz. Mana 3 litr suv qo'shdik ro'parasi. Endi nima qilamiz? Endi aralashtiramiz. Bundoq qilib, bundoq bosamiz bo'ldi. Hozir solganingiz bu mol go'shtimi yo qo'y go'shtimi? Bu mol go'shti. Mol go'shti. Necha kilo bo'pti? 25 kilo. 25 kilo oshga 25 kilo go'sht solinadi. Ana qanaqa ser go'sht osh bo'lar ekan. 25 kilo guruchimizga Xo'p. 28 kilo sabzi solinadi. Sabzisi ko'proq bo'lishi kerak. Shunga osh mazali bo'ladi. Endi sizlarga hech qayerda aytmaydigan sirrini aytamiz. Olib keling Jamshid aka. Faqat novot solinadi qachonga? Qachonga o'sha yangi sabzi chiqadi-ku? Ha. O'sha paytga обязательно novot solish kerak. Bunaqa deganda sabzilar hali pishmagan, bo'lmasa osh mazali chiqmaydi. Hozir sabzi o'sha pishgandan keyin, mana bir oydan keyin o'sha novot solinmaydi. Sabzi solingandan keyin 5 litr suv solinar ekan ustidan. Hamma joy to'g'rilab, keyin 40 minutga qaynatishga qo'yamiz. Maydalangan zira bu. Hozir ustidan qo'llangan marla bilan yoqasiz, a? 40 minut baland olovda turadi hozir, to'g'rimi? Kutamiz endi 40 minut. Mana qaynab chiqdi oshimiz. Qaranglar qancha so'k chiqqan. Hozir endi guruch solamiz. Necha marta yuvdingiz guruch? Bu yurishni 2 marta yuvadi. Endi yaxshilab joylashtirib chiqamiz. Hozir tuz solamiz. Olovimiz hozir past ekan. 6 litr suv. Lekin hozir guruchga qarab nima qilamiz? Suvni solamiz-da. Suvni solgandan keyin qaynagandan keyin bir partiya guruchimizni aralashtiramiz. Azizlar, ikkinchi qozonimizda issiqqina suv turibdi. Men qiziqdim, nima bu yerda sho'rva pishiramizmi desam, yo'q. Bu laganlar uchun tayyorlangan suv ekan. Hamma laganlarni bu yoqqa solib qo'yib, to'ldirib suv quyishar ekan. Issiq laganga issiq osh solinsa, ko'proq ushiydi, to'g'rimi? Osh ustini yopamiz. 15 minutga mana shunaqa holatda qoldirib kutamiz. 15 minut o'tdi. Endi ochamiz. Yaxshilab aralashtirib, doka bilan yopamiz, marla bilan va yana 20 minutga damlashga qo'yamiz. Samarqandcha osh tayyorlashning sekretlari bor ekan. 2 marta damlanadi ekan, to'g'rimi? Bu birinchi damlov. Birinchi damlovni ochib, yana bir marta yaxshilab aralashtirib, keyin yana 20 daqiqaga yopamiz. Oshimiz tayyor. Hidini o'zi aytib turibdi, mani ye deb turibdi. Oshimiz pishgandan keyin yog'ini ko'tarib olish kerak ekan, chunki osh suzishga xalaqit berar ekan va menimcha juda yog'li ham bo'lib ketadi. Samarqandcha osh boshqacha bir suziladi. Birinchi guruch, keyin sabzi, keyin esa go'sht, to'g'rimi? Mana oshimiz ham tayyor. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Samarqand osh ba, marhamat.